bugun Amerikadagi eski shaharga bordik. 1800-yillardagi boy insonning uyi hozirda muzeyga aylangan ekan. Kirishimizdan oldin u insonning hayoti haqidagi 10 minutlik video qo'yib berishdi. Shunaqa chiroyli toshlarni videoga oldim. Uyida o'zining laboratoriyasi bo'lgan ekan va u yerdagi mebellar haligacha shunaqa o'z holida turibdi. Kutubxonasidagi jihozlar menimcha yangilangan. U vaqtlari ham pilisos degan narsa bo'lgan ekan, lekin juda ham katta bo'lgan ekan. Bu o'sha insonning mashinasi. Uyi juda ham katta ekan, lekin men sovqotib ketganimda ustimga nimadir kiygani ketgandim, keyin qaytib kelmadim. Shu bilan ovqatlangani bordik. Host oyim mana shunaqa qanaqadir videolarga olgan ekan. Ularni ham qo'shib olishga qaror qildim. Boshqalar qanaqa qilib ham ovqatini tugatdi bilmayman-ku, lekin men hammasini yey olmadim. Bu yerda arvohlar yashaydi deb aytishadi va kirishda shunaqa deb yozib ham qo'ygan ekan. Men qo'limda shunaqa ovqat umushab yurdim, shunga uncha video olamadim. Ozgina ko'chada aylandik va uyga ketdik. Yo'lda shunaqa narsa ko'rib qoldik. Buni nimaga ishlatishgan bilmayman-ku, menimcha bu shunaqa yotadigan narsa. Host oyim rasmlab oldi, keyin mashinada o'yin o'ynab uyga ketdik. Hammaga xayr.